Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Sog'lig'ingni g'animat bil, kasallik kelishdan oldin. G'animat bil sog'lig'ingni. Bugun Xudo bizni tani jonimizni sog' qildi. Mana Xudoga shu bitta buyrakli tug'ilmadik. Ikkita buyrakimiz bor, Xudoga shukr. Yuragimiz parog bas, Xudoga shukr. Yaxshi taqillab ishlayapti, Xudoga shukr. 2 yoshimizdan ko'zimizga lupa taqib, zreniyasi yo'q bo'lib tug'ilmadik bugun. O'pkalar joyida, Xudoga sil basmiz, Xudoga shukr. Bugun endi nos chekib, sigaret chekib, nacha chekib, aroq ichib, gerayin yeyib, o'zini sog'lig'iga zarar. Xudo nima desangiz bilib, "Vala tulqu bi aydikum ila tahlukati", o'zlaringni qo'llaring bilan o'zlaringni halokatga tashamanglar dedi. U halokat turi har xil. 200 tezlikda yurma, u ahmoq degani. O'lasan sen, o'zing o'lsang mayli edi, birovlarni o'ldirib tashlaysan degani. Bu degani yo'l qoidasiga amal qil degani. Har bir narsani bilimsiz o'sha narsaga qo'l urishni shariat qoralaydi. Qilma o'sha ishni deydi. Rasvarshida eplolmaysan, qilma deydi. Birovning temirini rasvosini chiqarin deydi. Eshironni eplolmaysan, qilma deydi. Malyallikni eplolmaysan, qilma deydi. O'tgan yil qaysi jumada aytgan ekanman. Shuni ham ancha tahlillar qilishibdi-mi? Aynan tahlil yaxshi narsa, odamning o'sishiga sabab bo'ladi. Yo'l qoidasini o'rganmasdan rolga o'tirish harom degan so'zimi nimaga bu bunaqa? Nimaga bunaqa bo'lmaydi? Harom faqat nasha chekish emas, yoshlar. Ko'zingizni ochib oling. Bu meni nafsimdan to'q ozmana, masalan siz mashina minishni bilmasdan $15,000 deb jentira olib, yo'l qoidasini bilmasdan rolga o'tirishingiz menga nima zarar? Bunday olib qarasiz, o'zingizga zarar. Men o'zimdan to'qib gapirgan gapim emas. Yo'l qoidasini bilmasdan rolga o'tirishingiz haromligi, buni tubida tagida halokat yotibdi. Xudo Qur'onda o'zing halokatga tashamagin degani hamma zarar narsalar shunda turadi. Tomdan o'zini tashlash harom narsa. Parashyut taqib olishingiz kerak siz. Tomdan tashlaydi. Yoki umuman bizda risk qilma deydi. O'zing cho'qqa urma degan ma'noda. Bu narsalarni shariat yo'q qilma deydi. Nimaga Xudoni sinayapsanmi sen deydi. Biz yo'l qoidasini bilmasdan rolga o'tirishimizda bilasizmi, qancha halokatlar, falokatlar, zararlar yotibdi. Bugun shuna bo'lyapti bugun. Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Bugun yoshlar ayniqsa hozir oldingi Jiguli, Moskvichlar ba'zi u rosa kuchansa zo'rg'a 80 ga chiqadigan. Bitta gazi bo'lsa 150 ga chiqyapti. Lekin umuman professiya degan bir o'quv yo'q bolalar rolda o'tirib olib, o'zicha bugun mashina olgan yo dadasi mashinada shuna tez yuryaptiki, qoidaga umuman amal qilmayapti. Natijada qanaqadir halokatlarga, yoki urushlarga, janjallarga sabab bo'lyapti. Ichini to'ldirib olib, xalqimizni manziliga yetkazib qo'ygan kirakashlar yana sizlarga taqaladi. Normalni yuring, to'g'ri yuring. Qoidaga amal qiling, shashilmang. Mayli boshqasi olib o'sha 1000 so'mni olib ketaversin. Ba'zi odamlarga diqqat qilmaysiz. Agar chetda o'tirganlar bo'lsangiz, borsizlar-ku, yetkazib qo'ying shunaqalarga. To'g'ri yuringlar. Ba'zi yo'lda ketayotgan odamlar ham sizga o'xshagan odam. Faqat siz 27 ga kirdingiz, baquvvat paytingiz u aka 55 ga kirdi. To'g'ri sizga kuchi yetmasligi mumkin. Lekin uni agar bir narsa siz uni jiyani bor, o'g'li bor, ko'tara olmaydi. Nima bo'ladi? Sizni oqtarib topadi, oxirida jinoyat bo'ladi. Yo'l qoidasi umr foydasi deb yozib qo'ygan. Aqlli odamlar mashinasini orqasiga shu nakleykanini yopishtiryapti. Yo'l qoidasi umr foydasi. Tomi ketgan ahmoqlar kak hachu tak yedu deb yozib qo'ygan. Men hayvonman deb taygan yozib qo'yish kerak. Yozib qo'ysin o'shalar ham bo'lsa. Chunki kak hachu tak yedu deb mol, qo'y, eshak aytadi. Xohlagandaqa yuraman deydi. Sen xohlagandaqa yura olmaysan sen. Biz insonmiz biz. Qoida bor va qonun bor. Yo'l qoidalari bor, hayot qonunlari bor. Shunga amal qilasan. Bo'lmasam, mana shu yerda karilla ekanlar. Toshkentga borganda nimaga pismayib qolyapti? Bir karillachi sevgi xat keladi orqangdan 4 dona. 900 ming, 700 ming, 1,5 million. Nimaga Toshkentga borganda siziqdan 7 metr bag'aga to'xtab oladi? Ko'rgan odam o'chib qoldim deb o'ylaydi. Lekin battachi hamma palasada turadi, u kishi o'tdagi to'xtab turadilar. Azda u zo'rlik emas u. Insonning obro'si madaniyati bilan bo'ladi. Madaniyatga amal qilaylik.